Assalomu alaykum hammaga. Bugun 38-seriyada missiyalarni davom etamiz. Xo'p. 3-missiyamizga keladigan bo'lsak, 3-missiyamiz g'ildirak baravarni aylantirish uchun yo'q ekan. 3-missiyamiz benzin kanistri sotib olish 3 marta. Kanistr sotib olish kerak ekan. Xo'p, unda zapravkaga boramiz. Hop, arendaga skuter olamiz va zapravkaga boramiz. Qani ketdi zapravkaga. Shu yo'qni so'radi. Qani ketdi zapravkaga. Mana zapravkaga keldik. Mana endi 3 marta sotib olamiz. Bir marta inventarga kiramiz va delete qilamiz. Birinchisi reklama yurganda endi eventini chiqamiz, ikkinchi marta sotib olamiz. Yana delete qilamiz. Endi 3-marta sotib olamiz. Yana qaytadan shart emas. Endi satana bo'yiga kiramiz. Yuklab olishni bosamiz. Xo'p. Endi asosiy bo'limga o'tamiz va yana boshlaymiz jangni. Xo'p. Bitta yuramiz oldinga. Endi jang qilamiz yana. 21, 18, 15, 13, 8, 7, 3, 7. Olg'a yana bitta qadam va bo'ldi. Endi energiya yetmaydi. Endi qolganini keyingi zadaniyada qilamiz. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing. Keyingi zadaniyada undan qanday o'tishni o'rgataman. Hammaga omad.